Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bugun doim uchraydigan savoldan birisiga javob berish uchun bu videoni hozirlagan bo'ldik. Yana qaysi savol degan chog'da nurg'un qarindoshlar mushu kompyuter sotib olgan chog'da qaysi kompyuter sotib olish to'g'riliq ikkilanadi. Chunki kompyuterni jiq ishlatib boqmagan tufayli yoki bo'lmasa kompyuterlar yangi tunishgan tufayli kompyuter olishda qiynaldi. Şoňa biz bugün bu videoni tayyorlab o'tiribdimiz. Endi bu kompyuter ning o'zi bek cho'ng bir soha bo'lganligi uchun buningda har xil kompyuterlar bor. Har xil maqsadda yasaladi kompyuterlarning o'zi. Masalan, har xil markadagi, har xil bahodagi, andan keyin har xil sifatdagi degandek. Andan keyin ba'zi kompyuterlarni yo'tkilishga oson bo'lsin deb laptop shaklida chiqardi, ba'zilarini kuchlik bo'lsin deb cho'ng manda desktop shaklida chiqardi degandek. Bu masala kelganda nurg'un qarindoshlar qanday qilishni, ya'ni qanday kompyuter sotib olishni bilolmay qoldi. Endi biz birinchilab kompyuterda o'zimizning nima ish qildiganligini, ya'ni kompyuterda men nima ish qilaman degan mushu savolga o'zimiz avval bir javob bera olishimiz kerak. Qaysi kompyuterning sizlarga mos keldigini tushundirmoqchi. Qarasaң ishiltish doirasi debdi. Endi buni men yig'inchoqlab 3 turgilab arib qo'ydim. Endi buni bo'lsak bek jiq chiqdi. Şoň buni murakkablashtirmay oddiylashtirish usuli orqali ishxona ishlari, loyiha va programlash, render va o'yin deblam 3 turga bo'lib qo'ydim endi. Endi ishxona ishlari deganimizda masalanga oddiy, ya'ni eng töven septimli kompyuterlarni ko'rsatadi endi. Masalan, to'g'ri chiqish, andan keyin bir material bir narsalarni yozish, dars tayyorlash yoki bo'lmasa hozir hammamiz uyda mushu ders alsam bulti to'rdan deydiganga telefonlarimizning ekrani kichik bo'lgani tufayli u toz mos kelmayotidi. Shuningga masalan dars elish degandek ishlarga ishlatsak bo'ldi ishxona ishlariniki. Ba'zi azon chiqdi, sapimiz to'van chiqdi, iqtidorimi to'van chiqdi. Endi ikkinchi turdagi usul degan chog'da loyiha va programlash. Endi bu loyiha va programlashdimi kompyuterlarninki saplamasi sal yuqoriroq, ekranlari sal yaxshi, undan boshqa ekran kartalari bo'lsa har jihatdan yaxshiroq bo'lganlarning o'zini loyiha va programlashga ishlatamiz. Endi men render va o'yin deb ayrim bir turga ayirib qo'ydim. Endi bu renderlash deganimiz nima degan chog'da bulubmi endi video ishlarini qildiganlar obdan tushunadi bu render deganni o'zini saqlab chiqarish endi. Bu saqlab chiqarish jarayonida bizninki videoninki suzukligi qancha yuqori bo'lsa, bu yerda uningga qo'shgan har xil unumlarimiz jiq bo'lsa, renderlashda kompyuterga bek cho'ng besim ep kelganlik tufayli buningda saplamamiz nihoyat yuqori bo'lmasa, renderlanmaydigan yoki bo'lmasa degan chog'da kompyuter nihoyat bek qizib ketadigan har xil ahvollar kelib chiqadi. Shunga renderlashga deganda saplamamiz yuqori kompyuter bo'lishi kerak endi. O'yinga o'tgan chog'da o'yingimi o'xshashla hozir o'yinlarninki nimasi sig'imlari bek cho'ng bo'lib ketdi. Kompyuter bo'lgan talab bek yuqorilab ketdi. Masalan, burun o'yinlar 2G, 3G, 5G chiqqan bo'lsa, hozir 30G, 70G, 80G holatda mujdaq cho'ng holatda chiqyotidi bu o'yinlar. Ashunda cho'ng o'yinlarni so'rash uchun degan chog'da yana buningga kuchlik bir kompyuter bo'lishi kerak. Shunga buni o'zim deganda 3 turga bo'lib qo'ydim. Uningdan boshqacha degan chog'da uningdan boshqa endi buningki bizningki endi kunlik turmushda uchratilgan 3 xil turini ep qo'ydim men kompyuterning turlari deb. Ustal kompyuter, xotir kompyuter, taxt kompyuter deb. Endi bu turdan turib qaragan chog'da kompyuterga ustal kompyuterning deganda ustal kompyuterningki bu endi sal kuchliroq chiqadi. Ammo buni u yon bu yon yo'tkash sal qulaysiz. Şoğal şekilde. Andan keyin xotir kompyuter degan chog'da yo'tkash qulaylik. Endi buningki nimasi sal ojizroq chiqdi, saplamasi. Endi hozir taraqq qilib mushu xotir kompyuterining kuchlari chiqyotidi. Ammo yanada bir kuchlik xotir kompyuterlar kuchlik ustal kompyuterni birga kelgan chog'da degan chog'da, ya'ni ustal kompyuter uning sur'at jihatdan bo'lsin, har jihatdan oldidaroq turdi endi.
Andan ikinci degende taxta kompüter degenimiz hamda bu meselenge iPad deymiz, anadaki Android taxta kompüter deymiz, onundan başqa mao nima deymiz, Microsoft'un yasagan Surface deymiz. Bu xil şekildeki taxta kompüterlarmı bar. Bu arqali hamda kitap okuş yoki bo'lmasa mushnudimi film kirishtirish yenik darajada degandek mushtaq ishlarni qilib bo'ldi hamda buning turlari. Andan keyin yana bir xili bor, uni men olmadim hamda all in one deb birikme kompüter. Yani üstel kompüterler hatır kompüterinin birikken şekli. Yani qarasаңыз bir ekran lamba, onunki içinde qalgan qattiq diska, ekran kartisi, tokmen ve hamma narsa şunu içine kirdirib etken. Yani bunu birikme kompüter deymiz. O yeni bir xil hamda. Yeni bir noktadan çödgende, yani məşğulat sistemisi noktasından turib qarasaq çödgen çağda, yani 3 türgü bölünüdü. Windows məşğulat sistemisi qaçılanğan kompüter, macOS, Linux dep. Muşu statistiklar qargan çağda muşu Windows işletkiçiler hemminden jiqa 80% degендek Windows işiltidi. Qalgan 20%ni macOS ile Linux hemdi. Hemminden az işiltigini Linux hemdi. Demek bu yerda Windows'ның çö degen çağda endi muşu bütün kompüter dünyasida işiltichiliq eng yuqori sistemning biri. Andan keyin macOS deganimizning o'zi shu almashirikdan yasab chiqqan mashg'ulot sistemasi. Linux deganimiz mo deganda az ishlatadigan ma'lum turlarga ishlatadigan bir mashg'ulot sistemasi. Yani bu nuqtadan turib qarasak, 3 turga bo'linadi hamda. Hamda Windows mashg'ulot sistemli kompyuterlar chu degan chog'da hamda bizniki biladigan shu Samsung deymiz, HP deymiz, Dell deymiz, ma'qul turdagi kompyuterlarda hammasi Windows bo'ldi. Hamda macOS chu degan chog'da macOSning kompyuteri hamda muqimlar, ya'ni qaysi degan chog'da MacBook Air deymiz, MacBook Pro deymiz, iMac deymiz, ma'qul shakldagi o'zidagi Macintosh kompyuteriga qachilig'i bo'lgan holatda ishlagan. Buning o'zini biz boshqa kompyuterlarga tushirgan chog'da qachilig'i bo'lmaydi. Qachilig'i bo'lmaydi desam, hamda oramizdagi texnikadan tushunganlar nayt qachilig'i bo'lmaydi deyishinglar mumkin. Uning o'zi haqiqiy macOS emas. Uning o'zi Hackintosh bo'lganligi uchun uni men hamda yana boshqa nuqtadan turib qarab baqadigan olib qolsa kompyuterga hamda kompyuterningki yana bir nuqtasi qaysi degan chog'da bizninki mau ustal kompyuteri dedik. Ustal kompyuterning o'zini ikki turiga bo'lib olaymiz. Qanday degan chog'da markaliq ustal kompyuter va saplim ustal kompyuter deb. Hamda bu markaliq kompyuterlar saplim kompyuterning orasidagi farq nima degan chog'da markaliq kompyuterda ichidagi CPU, asos taxta, ichki saqlag'ich, qattiq diska, ekran kartasi, andan keyin ekran degandek narsalarning o'zini cho degan chog'da zavodda saplab chiqirdi buni o'zini. Zavod saplab chiqirdi. Buni o'zini cho degan chog'da zavod o'zi qaysi nimani qanday qilish degan narsani hammani o'zi biliblam chiqirdi. Masalan, 2000 liralik, 3000 liralik, 5000 liralik, 10000 liralik deb bahasini bekitib, uni saplimalarini muqimlashtirib chiqaraverdi. Endi men saplim kompyuter cho deganda saplim kompyuterini biz o'zimiz CPU-ni ayrim, asos taxtini ayrim, ichki saqlag'ichni ayrim, endi qolgan zapchastlarni ayrim elib cho deganda qorashtirib chiqa olamiz. Qorashtirib chiqqandan keyin hamda bu yerdagi nemisini buning foydali tarafi qaysi degan chog'da foydali tarafi buningda baho jihatdan ozroq arzon og'il bo'ladi. Ham uni ustiga degan chog'da biz masalan xohlasak ekran kartasini yuqori holatga sola olamiz, xohlasak CPU-ni yuqori qila olamiz, xohlasak ichki saqlashni yuqori qila olamiz degandek, ya'ni butun tanlash bizda. Hamda u markali kompyuterlarda degan chog'da markali kompyuterlarda buning o'zini zavoddan bekitiblam nima qilib o'tadi, qurashtirib o'tadi. Biz uni almashtiramiz desak imkoniyat bor, ammo lekin uni olgan chog'da ashpunch ilib, anadagi ayrim zapchas ilib saldigan gapim. Endi bu yerda yana bir tushunib oladigan masaladan birisi bor. Qaysi masala degan chog'da mayli saplim kompyuter bo'lsin, mayli markali kompyuter bo'lsin, mushniki CPU, asos taxta, ichki saqlag'ich, qattiq diska, ekran kartasi, ekran deb muhim zapchastlarni olib qo'ydim. Yana boshqa nurg'un ushaq-chuchak zapchastlar bor. Bu zapchastning hammani cho degan chog'da bir markali kompyuter bo'lish sifati bilan masalanga Samsung desak, Samsungning o'zininki yasay oladigan narsalar bor. Masalan, ekranni o'zi yasay oladi. Undan boshqa mikrochip bir narsa yasay oladi. Andan keyin qattiq diska yasay oladi degandek. Bu yasay olmaydigan narsalar bor. Demak, bir markali kompyuter bo'lish sifati bilan hamma narsa o'zi yasamaydi. Yana shuningdan degan chog'da
CPU'ni başqa şirketden, asos taxtini başqa şirketden, ishki saqlag'uchini başqa şirketden, andan keyin o'zi yasalgan narsani o'zi yasab chiqarib, oxirida markani chaplab chiqargan gap. Şoňa bu ýerde markaly kompýuter alaydy ýaxşy, bek noçy dep diýenmeýimiz. Hem de seplem kompýuter ço diýen çagda bunundyňmy ýene okşaşla başga şirketler ýasagan näsiniň özüni ço diýen çagda bir ýerge ekilip kuraşdyryş arkaly hem meýdana keldi bunyň özü. Bunundyňmy ýaxşy kuraşdyra alsak hem äzan hem ýaxşy süpetli çykydy bunyň özümi. Şoňalyky çukumly markalyk ýaxşy ýa-ki seplemi ýaxşy diýenmeýmiz. Markalykyň özügçülük kemçiligi bar, sepleminiňmi özügçülük paýdalyk tarapy bar. Hem de baha jähetden hem de seplem kompýuterler äzan çykydy. Markalyk kompýuterler kymmat çykydy. Hoş. Unda bolsa hamda bu kompýuteriň markalary dep aýrym bir app goýdum hamda. Çünki ma aldynkysy seplem kompýuterda hani Etopia dep bir tor beket bar. Aşağı kirip özaňla halagança kuraşdyryp kylgandan keyin sizlerge kargodan tiz ýollanmady äwätip berdi. Muşkul şekilde asanly bolady ýa-ki bolmasa aş dukanga berip aşaýdan CPU, RAM-laryny aýrym-aýrym eliş arkaly seplesaňly bolady. Hamda markaly kompýuterlerde ço diýen çagda garasaňlar mene Alma, anadaki Microsoft'niki Surface kompýuterleri bar. Anadaki HP, Dell, Sony, Toshiba, Samsung dep köp uçuraydigan markalarni ep goýdum. Ýene nurgun markalar çykyp kalgan bolyşy mumkin. Emdi makul şekildeki markaly kompýuterini alman desem bolýar diýen çagda, meselem Türkiýanyň içindeki tor bazarlardan asanly bolady. Hepsi burada diýmiz, N11 diýmiz, gitti gidiyor diýmiz. Bu şeýlerge kirip, bu şeýerden tanlap asanly bolady. Ama agan çagda men abay diýendek, muşu özümizdeki ihtiýaja garaýmys. Ýani gaýsy ihtiýaç, biz buny gaýsy işiltimiz şunuňga garap durup, ýani işhan işlerimi, laýa ýa-ki programlaşdyrmy, renderlaş ýa-ki uýun işlerimi muş işe garta alymyz. Awal özaňyňky gaýsy işni kyldyganlygyny, nime jogabyny tep bagandan keyin andan keyin kompýuter alsaňlar buny kanda diýen çagda hatalaşmaýsızlar. Hem ço diýen çagda ep bolgandan keyin "Woy men özümge mas gelmeýdigan kompýuter ep gapdym" dep onu setip ýene başga kompýuter elep diýendek oturda manda awarçylyk ýüz bermeýdi. Meniň täwsirim ahyrda awal kompýuter elişden burun özaňla şu kompýuterin nime iş kyldyganlygyny belgilep oliňlar. Ýani men nime iş kylmän kompýuterda dep hazırça men işhan işlerini kylyp durmän, lekin keyinçe manda işni kyldygan planym bar deseňler amal bar, ýaxşyrakny elişge tirişiňler. Bugünkü videomuzda muşa ahırlaştırmız. Muşu kompýuter eliş jarýanyda muşu videomuzdyň sizlerge azdyr köpdür paýdasy bolgan bolsa, bunundan memnun bolmaz. İnşallah kilerki videoda görüşle. Hemmeňlarga Allah'a emanet.